O'zbekistondagi kichik bir qishloqning chekkasida quyosh botgandan keyin hech kim ochishga jur'at eta olmaydigan qadimiy qabriston bor edi. Chunki qishloq aholisi qabr toshlari orasida bezovta arvoh yashayotganini pichirlashardi. Kozlari qorong'ulikda qizarib, pichirlashlari sovuq shamolda suzib yuradigan va zaif kulgisi ba'zan yerning ozidan suzib ketadigan ruh. Quyosh ufqdan pastga tushib, osmon toq-toq sariq chiziqlar bilan qorayib ketgan bo'lsa-da, yolg'iz sayohatchi o'zini o'sha qabriston tomon ketayotganini ko'rdi. U tushuntira olmaydigan galati bir majburlash bilan tortildi. Yuragi yorilgan. Moh bilan qoplangan darvozalarga yaqinlashganda urib ketdi. U yerda havo har qadamda og'irlashib va sovuqlashib borardi. U ostonadan o'tganda shamol uning ismini pichirlab aytganday bo'ldi. Quloqlariga muzdek barmoqlar kabi tegib, uzoq vaqtdan beri jim bo'lib qolgan ovozlarning zaif, noaniq mishmishlarini, notekis yer bo'ylab g'ayritabiiy ravishda cho'zilgan soyalarni, qadimgi qabr toshlari atrofida raqsga tushayotganini, ularning ba'zilari singan, yozuvlari ochganini, ammo sonayotgan quyoshning miltillovchi nurida u ostida shakllarning harakatlanayotganini ko'rganiga qasam ichdi. Yorug' tuproq, go'yo yerning o'zi tirikdek bo'lishib, qimirlayotgan soyalar va qo'rquv uni kemirsa ham, u orqaga qaytolmadi. Qiziqish va deyarli ahmoqona jasorat bilan qabristonning yuragiga chuqurroq qadam tashlashga majbur bo'ldi. U yerda havo tinchlanib, deyarli bo'g'ilib qoldi va eng qadimgi qabrlardan xira, qo'rqinchli nur ko'tarilib, yorilgan toshni va dam olayotgan o'liklarning ichi bosh shakllarini yoritib turardi. Keyin u uni ko'rdi. Yerning tepasida suzib yurgan o'zgaruvchan, qorong'u bir qiyofa, uning shakli noaniq, ammo shubhasiz mavjud. Ko'zlari xira yorug'likda komir kabi porlab turardi va u yaqinlashganda, u minglab qishning sovugini terisiga bosganini, suyaklariga singib ketganday tuyulgan chuqur sovuqni his qildi va u qoqilib ketdi, lekin oldinga davom etdi. Har bir qadam avvalgisidan og'irroq. Go'yo yer uning otishiga qarshilik ko'rsatgandek va u eshitgan har bir tovush bilan oyoq ostidagi quruq barglarning xirillashi, singan qabr toshlari orasidan shamolning zaif nolasi, ko'rinmas narsaning uzoqdan, deyarli sezilmaydigan qichqiriqlari bilan uning tomir urishi tezlashdi, nafasi sayozlashdi va u o'zini yana harakatga majbur qilishdan oldin ibtidoiy qo'rquv uni bir zumda o'sha joyga jamladi. Ko'rish, tushunish, noma'lum narsaga duch kelish zarurati bilan harakatga keltirildi va keyin arvoh o'zini to'liq namoyon qildi. Eng qadimgi, eng qulab tushgan qabr yonidagi tuproqdan boshsiz bir qiyofa asta-sekin ko'tarilib, qo'llarini unga yetib bormoqchi bo'lgandek cho'zib, jimgina harakatlanayotgan, ammo soyalarni o'zlarini egib turgandek his qilgan holda. U qotib qoldi, qimirlay olmay, minglab ko'zlarning og'irligini his qildi. Boshi atrofida shivir-shivirlar aylanib, burishib, qochishni aytayotgan, ketishni ogohlantirayotgan, ammo qolishga undayotgan edi va u ko'rinmasning tortilishini, uni ochiq qabrga, qadimgi hayvonning og'zi kabi esnaydigan sovuq, qorong'u yerga sudrab borish bilan tahdid qilgan magnit tortishish kuchini his qildi. Lekin to'satdan jasorat bilan, yoki bu ahmoqlikmi? U yaqinlashdi, ko'zlari porlab turgan, o'zgaruvchan qiyofadan uzilib qoldi va arvoh bir tovush chiqardi. Shunchalik o'tkir va g'ayritabiiy qichqiriqki, qonini sovuq qilib yubordi. Go'yo tunni ikkiga bo'lib, ko'kragidan aksado berib, suyaklarni larzaga keltirgandek tuyuldi. Lekin u hali ham yugurmadi, sehrlanib, haqiqiy dahshatli tushga tushib qoldi va ruh endi uni orab, qabr toshlari orasida to'qnab, shakli cho'zilib va qisqarib, soyalar muzdek qo'llar kabi unga tegib turardi va u qabrlardagi yuzlarning xira konturlarini, rangpar va burishganlarini, jimgina qichqiriqlarda og'izlari ochiq, ko'zlari uning har bir harakatini kuzatib turardi. Ba'zilari yer ostida uzoq vaqt ko'milgan sirlarni pichirlayotganga o'xshardi va u bu shunchaki arvohlar emas, balki tan olinishni, ozodlikni, adolatni talab qilib qichqirayotgan, haqoratlangan, yo'qolgan va tuzoqqa tushgan hayotlarning aksadosi ekanligini angladi va ko'kragi qisilib, yuragi urib, qabristonga chuqurroq kirib borgan har bir qadami uni ularning dunyosiga yanada bo'g'layotganini, hayot va olim o'rtasidagi chegara har bir yurak urishi bilan siyraklashib borayotganini angladi, toki u endi ularni kuzatayotganini bilmay qolguncha. Yoki ular uni kuzatib turishardi, u bilan birga, uning atrofida, ichida harakatlanardi. Keyin boshsiz qiyofa uning oldida suzib yurar edi va bir zumga vaqtning o'zi to'xtab qolganday tuyuldi. Shamol tinchlandi. Shovqinlar to'xtadi va qolgan narsa faqat qizil va cheksiz arvohning porlab turgan nigohi edi. U qalbining tubiga tikilib turardi va u yer yorilib, qorong'i bo'lgan eng qadimgi qabrga uni undaydigan bir tortishish, jim buyruqni his qildi va dahshat uni shu yerga bo'glab qo'ygan bo'lsa
ham u oldinga qadam tashladi. Har bir qadam og'ir va ikkilanib, arvoh yaqinlashdi, aylanib, ba'zan yo'qolib, ba'zan qayta paydo bo'ldi. Uning harakatlari suyuq va imkonsiz, ammo ataylab edi va u endi aniq va talabchan pichirlashlarni eshita olardi. Qol yoki ket yoki qol. Qabristonning har bir burchagidan, har bir toshdan, har bir soyadan aksado berayotgan ovozlar bir-biriga mos tushardi, bir-biriga aralashib, aksado berardi va u qochishni xohlasa ham tun sehriga tushib qololmasdi va markazga yetib borgan sari havo quyuqlashganday, soyalar chuqurlashganday, pichirlashlar orasidagi sukunat balandroq eshitilardi va keyin ruh sakrab tushdi, yoki hech bo'lmaganda shunday tuyuldi. Arvoh shakli uchun imkonsiz tezlikda va u orqaga qoqilib, yorilgan qabrga qoqilib, sovuq yerga yiqildi. Kiyimlariga tuproq va barglar yopishgan edi, lekin u yuragi tez urib, qabriston chetiga yugurdi. Boshsiz qiyofa goh yerda, goh yuqorida suzib yurar, imkonsiz inoyat bilan harakatlanar, kozlari uni hech qachon tark etmas, borligi bogib qo'yardi va oliklarning faryodlari kuchayib, uni orab, quloqlariga, ko'kragiga, ongiga bosardi. Go'yo butun qabriston jonlangandek, lekin u sovuqqa, pichirlashlarga, unga tegish uchun chozilgan soyalarga e'tibor bermay, oldinga intildi. Nihoyat, go'yo unga rahm qilgandek, yoki uni bir zumda qo'yib yuborgandek. U qabriston chegarasidan o'tdi. Boshsiz qiyofa chekkada to'xtab, suzib yurar, kuzatib turardi. Keyin qorong'ilikka g'oyib bo'lardi. Uni titroq, tuproq va terga botgan, nafas olish qiyin bo'lgan holda qoldirardi. Atrofdagi tun yana bir bor jim turardi. Faqat qishloqning uzoqdagi tovushlari eshitilardi va u orqasiga qaraganida qabriston jim, oddiy ko'rinardi. Hatto, lekin u yuragida ruhlar quyosh botgandan keyin kirishga jur'at etgan har bir kishini qaytarib olishga tayyor holda qolishlarini, kutishlarini, kuzatib turishlarini bilar edi va u chiroqlar orasidan qochib ketayotgandi. Tinchlik evaziga qandaydir jasorat paydo bo'lishini angladi, chunki bu pichirlashlar uni abadiy ta'qib qiladi. Bu uning oliklar orasida yurgan, boshsiz arvohning kozlariga tikilib qolgan va bu voqeani aytib berish uchun tirik qolgan. Garchi o'sha qadimgi qabriston soyasidan hech qachon xalos bo'lmagan bo'lsa ham. Buxoroning markazida, qadimgi ko'chalar labirint kabi burilib, shamol asrlar changini ko'tarib yurgan joyda, maydalangan toshlarga qaramay, baland va mag'rur, qarilik va sirlar bilan qoraygan eski minora turardi. Qishloq aholisi quyosh botgandan keyin bu joydan qochishardi, chunki ular bir vaqtlar mo'minlarni bosh aylantiruvchi balandlikdan ibodatga chaqirgan muazzinning ruhidan qo'rqishardi. Uning ta'siriga hasad qilganlar tomonidan xiyonat qilingan va o'ldirilgan odam, afsonaga ko'ra, uning arvohi minoraga abadiy bog'lanib, tiriklarni chaqirib, ularni soyasiga g'oyib bo'lishga undagan. Oypast va rangpar, toshlarga kumush nur sochgan kechada, yoshlik takabburligi va jasorat hayajoni bilan to'lgan to'rtta o'smir tor ko'chalardan minoraga qarab yurishdi. Yuraklari tez urib, nafaslari sayoz, havo og'ir va sovuq. Xushbo'y tutatqi va nopok narsaning hidini olib yurishardi va ular yaqinlashganda, toshlar nafas olayotgandek tuyuldi. Go'yo binoning o'zi tirikdek, bosqinchilarni kutib nafas olayotgandek, shamol yoriqlar va yoriqlar orasidan hushtak chalib, deyarli go'yo pichirlashlarni keltirib chiqarayotgandek edi. Inson ularni sekin, muloyimlik bilan chaqirib, ichkariga kirishga undadi va qo'rquv ularning bo'g'ziga tiqilgan bo'lsa ham, qiziqish va mag'rurlik ularni oldinga olib bordi. Ular poydevorga yetgunlaricha. U yerda vaqt o'tishi bilan qiyshaygan va zanglagan temir bilan muhrlangan qadimgi yog'och eshik ularga teginishda gichirlab ochilib, ularni kutayotgandek gichirladi va qorong'ulikka ko'tarilayotgan tor spiral zinapoyani ko'rsatdi. Har bir qadam tinch tundagi dahshatli nogora sadosi kabi aksado berardi. Devorlar bo'ylab soyalar miltillab, cho'zilib, buralib, qorinlarni titratadigan shakllarga aylanardi, yuzlar va qo'llar toshda qisqa vaqt ichida shakllanib, keyin hech narsaga aylanmasdi. Har bir qadam yuqoriga ko'tarilganda, pichirlashlar aniqroq bo'lib, ularning qo'rquvlari, sirlari va gunohlarini nomlab, ularga to'g'ridan to'g'ri gapirardi, lekin har doim qo'l yetmaydigan joyda, ularni ko'rinmas, ammo inkor etib bo'lmaydigan kuch bilan oldinga undardi. Ular kichik maydonchaga yetgunlaricha, muazzinning chaqiruv qo'ng'irogining qoldiqlari xayoliy shabadada tebranardi, zaif, bosh va motamli jiringlardi. Ovoz shahar bo'ylab yo'qolganlar uchun motam kabi aksado berardi va bu yerda havo quyuqlashganday tuyuldi. Sukunat og'ir va bog'uvchi bosdi, toki soyalar paydo bo'ldi. Noaniq, ammo aniq bir qiyofada, uzun libos kiygan odamning qiyofasi, ko'zlari spektral nur bilan xiragina porlab turardi va u qo'lini ko'targanida, pichirlashlar ohangdor, ammo dahshatli ovozga aylandi.
Ularning ismlarini qayg'u va g'azab bilan chambarchas bo'glab, haqiqatni ochib berdi. Muazzin tiriklar bilan jonlarga chanqoq soyalar olami o'rtasidagi eshikning qoriqchisi edi va qo'rquv va hurmatsiz ko'tarilganlar oljaga aylanishdi. Ularning onglari xiyonat vahiylari, qichqiriq yuzlar bilan to'lgan edi. Qo'llari zulmatdan ularni ushlash uchun cho'zilgan edi, ammo ular qanchalik urinmasin, tortishish kuchiga dosh berolmadilar. Oyoq-qo'llari endi o'zlarniki bo'lmagandek harakatlanardi, yuraklari urardi, aqllari qichqirardi. Toki ular birin-ketin platformaga tortilmaguncha va birinchisi tepaga yetganda, shamol minorani yorib o'tib, tuproq, qon va qadimgi tutatqi hidini olib kelguncha. U chekkadan qaraganida tanish shahar ko'chalarini emas, balki soyalar va o'zgaruvchan shakllarning bosh joyini ko'rdi. Ular uning aqlini kemiradigan tilda pichirlashardi, kulishardi. Yiglashardi va do'stlarni chaqirish uchun o'girilganda, ular yo'q bo'lib ketishdi. Go'yo havo yutib yuborgandek g'oyib bo'lishdi. Uni asrlar davomida qayg'u va g'azab bilan yondirilgan arvoh muazzin bilan yolg'iz qoldirdi va u qarshilik ko'rsatishga harakat qilgan bo'lsa ham, uning ostidagi pol erib ketganday tuyuldi. Toshlar tutun va shamolga aylanib, uni chekka tomon tortdi. Toki ham qarshilik ko'rsatib bo'lmaydigan, ham dahshatli kuch bilan u boshliqqa tortildi. Uning qichqirigi endi o'zining ovozlari bilan qo'shilgan, minorada abadiy qamalib qolgan ovozlar xori bilan yemirildi. Ko'pchilik orasida yangi pichirlash ularni ogohlantirdi. Kim ergashishi mumkin edi? Pastda esa shahar tinch, bexabar edi. Ko'chalarda chiroqlar miltillardi, bolalar uxlab yotar, savdogarlar tush ko'rishardi. Lekin yuqorida, arvohlar qo'ynida, minora kunduzi jimgina kutib turardi, kechalari pichirlab. Qiziquvchanlarni, jasurlarni, ahmoqlarni, va'da beruvchi bilim va sirlarni chaqirar, lekin faqat qo'rquv, halokat va abadiy tuzoqni yetkazib berardi. Uning sikli uzluksiz, har kecha yangi vasvasa, har bir pichirlash o'ziga xos joziba edi. Keyingi jon yaqinlashguncha yurak tez urib, qadamlar titrab, qadimiy spiral zinapoyaga tortilguncha va uzoqroqda qishloq aholisi ogohlantirishlarni pichirlashardi. Olimdan keyin chaqiradigan, ovoziga qarshilik ko'rsatib bo'lmaydigan, nigohidan qochib bo'lmaydigan, borligi abadiy bo'lgan muazzin haqidagi hikoyalar. Oychol shahar ustidan oqarib, hushyor holda ko'tarilganda, soyalar chuqurlashdi va minoradan shamol tomonidan olib boriladigan zaif, ohangdor chaqiriq eshitildi. Tosh, ko'cha va yurak orqali otib, chaqirdi, doim chaqirdi. Hech kim hech qachon qaytib aytmaydigan sirlarni va'da qildi va sikl davom etdi. Shafqatsiz, abadiy va ko'rinmas, keyingisining jur'at etishini sabr bilan kutdi. Tinglang, ko'tariling va ularni hech qachon qo'yib yubormaydigan pichirlashlar orasida g'oyib bo'ling. Junli yo'li hech qachon quyosh botganidan keyin foydalanish uchun mo'ljallanmagan edi. Ammo odamlar vaqtni tejash uchun uni tanladilar. Oqsoqollar pichirlab aytgan va zanglagan belgilarga xira bo'yoq bilan yozilgan ogohlantirishlarni e'tiborsiz qoldirdilar. Amir tunda yolg'iz o'zi mashina haydab ketayotganini shunday his qildi. Qarilar qalin tumanni kesib o'tdi. Baland daraxtlar jim guvohlar kabi ichkariga egildi. Hatto dvigatel ham asabiylashadigan yo'l edi va yarim tundan o'tganida u uni yo'l chetida turganini ko'rdi. Hol, yalangoyoq, uzun sochlari yuziga yopishib olgan edi, go'yo o'rmondan sudralib chiqqandek. Uni birinchi bo'lib hayratga solgan narsa uning tashqi ko'rinishi emas, balki yigisi edi. Yopiq derazalardan singib, ko'kragiga kirib borgan past, singan yigi edi. Har bir instinkt unga haydashni davom ettirishni baqirganiga qaramay, oyog'ini gaz pedalidan tushirishga majbur qildi. Chunki odamlar agar siz uning uchun bir marta to'xtasangiz, yo'l sizni hech qachon tark etmaydi, deyishardi. Ammo yolg'iz ekanligingizga ishonganingizda rahm-shafqat qo'rquvdan ham kuchliroq bo'ladi. Shuning uchun Amir sekinlashdi va derazasini yarimga ag'darib, "Undan yaxshimi?" deb so'radi va u boshini sekin ko'tardi. Yorug'likni aks ettirmaydigan, juda bosh ko'rinadigan ko'zlarni ochib berdi. U shunchalik tirik odamni ko'rdiki, titroq ovozda u uyi oldinda, doim oldinda ekanligini aytib, uni olib ketishlarini so'radi. U eshikni ochishi bilan yigi darhol to'xtadi. Uning o'rniga shunchalik keskin sukunat hukm surdiki, u ichkarida jarangladi. Quloqlari bilan mashinaga bormadi, balki sirpanib ketdi, oyoqlari yerga tegmadi. Garchi Amir o'ziga bu shunchaki charchoq deb o'ylagan bo'lsa ham, orqa eshikni ochganda ichki chiroq miltilladi. Bir soniya davomida oynada uning aksini ko'rdi va butunlay yo'qoldi. Eshik yopilishini eshitganiga qaramay, o'rindiq orqasida bosh qoldi.
Yuragi orqasiga qaraganida, u yerda hech kimni ko'rmay, u yerda hech kimni ko'rmay, u yerda kimdir o'tirganini his qildi va ovozi titrab, to'g'ri o'tirishi mumkinligini pichirladi. Lekin yagona javob nafas olish ovozi edi. Sekin va xol, yomg'ir suvi bilan to'ldirilgan o'pka kabi. Mashina oldinga siljigan sari o'rmon cheksiz cho'zilib ketganday tuyuldi. Yo'l g'ayritabiiy ravishda aylanib, har bir burilish postlogiga chuqur tirnoq izlari oyilgan o'sha singan daraxtga olib boradi va Amir aylana bo'ylab ketayotganini angladi. Yoqilg'i olchagichi kerak bo'lganidan tezroq pasayib ketdi. Radio esa oz-ozdan jiqildi. Uning orqasidan ovoz sekingina qo'shilib, nafasi yaqinlashib, sovuqlashib borardi. Old oynada sovuq paydo bo'lguncha. Amir uni to'xtatishga chaqirib, tormozlarni bosdi. Mashina gichirlab to'xtaganida o'rmon jim bo'lib qoldi. Juda jim bo'lib qoldi. Hasharotlar ham, shamol ham yo'q, faqat sovutish dvigatelining tiqillashi va orqa o'rindiqdan polga tushayotgan suvning tomchilab oqayotgan ovoz eshitildi. Nihoyat orqasiga o'girilishga jur'at etganida, uning yuzidan bir necha santimetr uzoqlikda, rangpar va shishgan, lablari yirtilgan, ko'zlari katta-katta ochilib, yolvorib turardi. Og'zi ochilib, tili atrofida daryo begona otlari oralganini ko'rdi. U hech qachon uyga qaytmaganini, undan oldingi haydovchi ham xuddi shunday va'da berganini, undan oldingi haydovchi ham har biri to'xtab, har biri yordam bera olishiga ishonganini pichirlardi. Amir gapirganda daraxtlar orasida vayron bo'lgan boshqa mashinalarning chaqnashini, rulda hali ham skeletlarni ushlab turganini, yuzlari dahshatdan muzlab qolganini ko'rdi va shunda u yo'l mehr bilan oziqlanishini, o'rmon har bir jonni eslashini va u harakat qilgandi. Eshikni ochish bilan u qimirlamasdi. Ayolning yigisi qaytib kelganida tutqichlar qulflanib, endi balandroq eshitilardi. Mashinani to'ldirib, suyaklarni titratardi va daraxtlar qimirlay boshladi. Ildizlar asfaltda yorilib, tok shoxlari shinalarni orab, mashinani qorong'ilikka qaytarib tortdi. Suv polni to'ldirib, ko'kragiga, tomogiga, og'ziga ko'tarildi. Ayolning qiyofasi esa obkasiga quyiladigan qora suvga aylanib eriydi va Amir o'rmon uni yutib yuborishdan oldin ko'rgan oxirgi narsa. Faralarda qisqa vaqtga miltillovchi yo'l belgisi edi. Uning harflari endi tiniq, endi sonmagan, qalin qizil bo'yoq bilan yozilgan edi. Yig'layotgan ayol uchun to'xtamang va ertasi kuni kechqurun boshqa haydovchi o'sha yo'lda yigini eshitadi. Yuragida o'sha tortishishni his qiladi va bir lahzaga uni qutqara olishlariga ishonadi.